yuring sal-sal. Ha, haydang. Haydang. Ko'kamiz aka. O'rtoqlar, mana sement keldi. Bu sementimizni Zoir ota choyxonasidan. Novbahor 505 stroy. Magazinimiz bor, Zomin. O Hamza zapravkasi tomonda. O'shandan keldi. Qahramon akamiz duo qilib qo'yasizlar. Katta rahmat akajon mana. Xudo xolasa yetib keldi. Turib olyapmiz. Zoir ota choyxonasiga o'tgan safar ustalarimiz bilan borib, rostdan ham mazza qilgandik. Noodatiy boshqacha tangdormi shashligidan yedik, nonlarga yog'lari tushib turganda mazza qildik. Bu safar ham bu jangchilarimiz bilan ham Xudo xohlasa boramiz. Hozirgi insonlarimiz juda ham o'zini sevadigan bo'lib ketdi-ku, ha, nima deydilar? Qayerda yaxshi narsa eshitsa borib yeb. Tavsiya qilaman, Zoir otaning shashligidan ham bitta yeb ko'rsalaringiz rostdan mazza qilasizlar. Lokatsiyasi ham juda ham zo'r joyda. Archalar, vapshi, haqiqiy zomin tabiatini his qilasiz. Bu jangchilarimiz bilan ham Xudo xolasa yaqin kunlarda boramiz.